Assalomu alaykum. Men O'zbekistondan Qilchigitov Jasur. 2025-yil yanvar oyida kelganman. Shu Azim degan bola bilan tanishib, Qambarov Azim degan bola bilan Tojikistonning O'zbek qishlog'idan, Achchidan, o'zbek bola, namozxon edi. U bilan Istarada birga ishladik. O'rda pulimiz bor edi. Keyin aka qilib beraman dedi, uni bermadi. O'rda kartamga pul oldik, birinchisida to'ladik, ikkinchisida to'lamadi. O'zimga olay dedim, men to'layman dedidagina 50 ming so'm rubl pul oldi. Uni haligacha mana to'lamagan yo'q. O'tgan yil aprelda oluvdi. 1 yil bo'lyapti. Telefon qilsam ko'tarmaydi. Keyin Moskvada qurilishda monolitda ishladik. Surxondaryolik bolalar bor edi. O'zimning ikkita ukam, ularning pullari bor. 35 kun, 40 kun ishlaganmiz. O pullarni ham bermagan. Surxondaryolik bolalarning ham pulini bermadi, ko'pini. Hozirgacha hamma shu ukalarim bor, biladi hammasi. Shuni yordam berishlarini so'rayman. Akasiga aytaman deydi. O'qiydi, ovozli xabarni javob yozmaydi. Shunga bir lojini qilib yordam bersalaringiz. Men ham O'zbekistonga ketilmay yotibman. O'sha zalga qaramasingda 50 ming olgan bo'lsa, 150 ming bo'ldimi, 200 ming bo'ldimi bilmayman. Chegaradan chiqarmaydi. Shuning uchun bir yordam beringiz. Fuqarosi millati o'zbek.